Yurtimizda tinchlik, osoyishtalik, qonun ustuvorligini ta'minlashda qo'riqlash boshqarmasi xodimlarining ham o'z o'rni bor. Xodimlarning bilim ko'nikmalari, muomala madaniyatini yuksaltirish, kasbiy va jangovar tayyorgarligini yanada oshirish, ularga qonun, farmon va qaror talablarining mazmun mohiyatini yetkazish maqsadida kuni kecha Toshkent viloyati qo'riqlash boshqarmasida tadbir tashkil etildi. Tizim vakillariga berilayotgan imtiyozlar, yaratilayotgan sharoitlar hamda bugungi kunda ichki ishlar organlariga qo'yilayotgan talablar va kelgusidagi amalga oshirilishi lozim bo'lgan vazifalar to'g'risida ma'lumotlar berildi. Shuningdek, ishtirokchilarga yo'l harakati xavfsizligi qoidalari, qoidabuzarliklarni aniqlash, xavfsiz harakatni ta'minlash maqsadida maxsus o'quv darslari tashkil etildi. 2 kun davom etgan mashg'ulotlardan so'ng tizim vakillarining kasb ko'nikmalari sinovdan o'tkazildi. Hozirgi kunda Toshkent viloyati hududida yo'l transport hodisalarini oldini olish, shuningdek, avtomobil yo'llarida sodir etilayotgan ma'muriy huquqbuzarliklarni sonini kamaytirish maqsadida aholining turli qatlamlari bilan profilaktik suhbatlar o'tkazilmoqda. Navbatdagi uchrashuv davomida sodir bo'layotgan yo'l transport hodisalari va unga sabab bo'layotgan omillar va shuningdek qonunchilikdagi yangiliklar to'g'risida aytib o'tildi. Uchrashuvning ta'sirchanligini oshirish maqsadida ayanchli yo'l transport hodisalari to'g'risidagi videorolik namoyish etildi.